Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun Ahror akam bizda to'ray oldida ichini olib ketibmiz. To'ray oldidan kelganlarida o'rtadagi rejalari L3 L4 sohasida 8 mm va 15 mm pastga oqib ketgan. Va L4 L5 mm da 10 mmlik reja. Yani 6 mm pastga oqqani bor edi. Xo'p, bular bitta kursli chanadan kelgan. Orib pastga yo'qolib ketdi, izlab chiqib ketdi. 100% yo'qoldi pastga. 100% yo'qoldi, hammasi zo'r. Soppa sog'lig'imni Xudoga shukr, baraka toping. Hop, bu paftoni hali qilmadik. Buni paftonisini hozir ikkinchi kursli chanadan keyin qilamiz. Hozir kelganlar shu to'ydan keyin endi kelaymi deb yaxshi bo'lib qoldi, o'ylab kelgan holatingiz hozir. Hozir ikkinchi kursli chanani boshladik bugun. Xudo xolisa bir 2 oydan keyin bitta paftorni emirta qilamiz, do'postga qilamiz. Bitta videoda ko'rsataman, Grijani bitta ko'rishimiz mumkin, bemalol. L3 L4 da oqib ketgan Grijani pastda, pastki qismida ham Grijani katta bo'lib chiqib turganini ko'rishimiz mumkin. Mana bitta sentralniy Grija, bitta chap taraf yon yefini va o'ng taraf yon yefini ham siqqan joyi bor. Buni tushunadi yo'llar bo'lsa albatta bo'ladi. Xudo xolasa buni albatta ikkinchi kursli chanadan keyingi rezultatini ham qo'yamiz. Gilamni akam holatlari hozir ideal holatda, yaxshi og'riqlar yo'q. Lekin kelganingizda og'riqlar bor edi, yaxshigina. Kelganimda ancha-muncha og'riq bor edi, kechqurun uxlamasdim. U yoqqa bergandek ko'p to'g'ri. Yonboshlab uxlamasdim, majbur o'tirolmaydigan holatga keldim. 10 kun kursli chanadan keyin yugurib chiqib ketdi. Alhamdulillah. Zo'r. Baraka